Sizni qo'lingizda 60 ta odam ishlaydi. Zikr 007 haydovchisiz. 001. G'oyat. 007. Qimmatbaho soat, все dела. Agar shuni hammasini olib tashlasak, Komron Sultanov, bu kim? Qayerda o'qigansiz? Nima ish qilgansiz? Hozir atigi $100 bilan qolib ketsangiz, agar navbatdagi qadamlaringiz nimadan iborat bo'ladi? Xo'sh, mani ismim Kamron Sultanov. Men Toshkentdagi Westminsterni 25-yilda tugatganman. Biznes menejment faoliyatini. Hozirgi kunda Analytics Service va Bitrader'ni gen direktori bo'laman, CEO. Agar hozir hamma narsani olib tashlasa, o'zim bo'lib qolaman. Yana shu boshlagan 5 yil oldin boshlagan yo'limni yana boshqatdan boshlab shu joyga chiqib olardim. Agar qo'limda $100 bo'lganda, menimcha hech narsa qilmasdan olib qo'yardim. Biron bir ish topib, ishlab, pul yig'ib, sekin-sekin oyoqqa turib olardim. Qancha pul yig'ib deganingizda nimani nazarda tutasiz? Qancha so'm depozit kerak yoki mablag', summa? Endi aytish bor-u, agar $10,000 bo'sh puling bo'lsa, agar sen уже 90% dan boy odamsan, dunyoda deb. Shu $10,000 bo'lsa agar bemalol ish boshlab, уже faol yuritishi. Ayni trading hozir haqida gap ketyapti. Yo, umuman biznes olganda. Xo'p, siz trading bilan 2020-yildan 2021-yildan beri ishlab kelyapsiz. Hozir men Bitrader'da CEO, ya'ni bosh direktor lavozimida ishlab kelyapsiz. 5 yillik tajriba, qiyinchilik qanaqa bo'lgan? Siz 0 bilan keldingiz. Umuman bilim bo'lmagan trading bo'yicha samouchka yoki boshqa kurs, prosta ko'chadan 0 bo'lib keldingiz 2021da. Shuni batafsil aytib bering. 2021-yil bizani asoschimiz Akmal Jalilov O'zbekistonda shu filial ochganlar. Birinchi potokda, birinchi kursda men bo'lganman. Yana bir nechta odam bo'lgan. Endi u birinchi kursdan qolgan odamlar уже yo'q. Men bitta o'zimman. Hamma tarqalib ketdi. Qiyin bo'lgan. 18 yosh bo'lganman. Endi o'sayotgan paytim finans nimaligini umuman kallaga sig'dirib bo'lmagan, lekin qiziqish bo'lgan. Nima bu, qanaqa ekan bu, qanaqasiga ishlaydi, hammasi qiziq bo'lgani uchun shu narsaga kirishganman. Orada sal qiyinchiliklar bo'lgan. Qanaqa qiyinchilik, masalan? Tushunmaganim ko'p bo'lgan. Masalan, qiyin, baribir bu soha qiyin. Negizi bilan o'qib chiqaman, bilaman desangiz agar vaqt ketadi, ancha bilim olish kerak. Endi yosh bo'lganingizda siz ko'proq yoshlar, menimcha 18 yillik bolalarimiz, yoshlarimiz ko'proq menimcha CS, Dota, Counter Strike shunaqa bo'lgan qiziqishlar boshqa joyga tortib ketilgan. Demak, hobbi ham bo'lgan. Hobbi ko'p bo'lgan. Distraction ham ko'p bo'lgan. Shu orada pauzalar bo'lgan, lekin mana ko'rib turganimizdek shu ishlab yuribman. Fokus lekin ayni mana shu sohada bo'lgan. Trading, Bitrader'da orada biznes ham yuritganman. 2 yil o'zimizni biznesimiz bor. Shu o'zim biznesimni rivojlantirib, u sirli biznesmi yo sirli biznesmi? Yo'q, sirli emas, семейный biznes. Семейный biznes. Например, qaysi yo'nalish? Xizmat, mahsulot ishlab chiqarish, xomashyo, оборудованиеlar olib kelib sotish. Shu narsalarga sekin-sekin kirishib, parallelni baribir trading tashlamasdan bilib, o'qib, finans o'zim Westda masalan o'qiganimda finansga ko'proq nima deydi, vнимание ajratib, o'qib, bilim o'zimga yig'ganman. Keyin shu bilim bilan mana yana qaytib tiklanib. Xatolar bo'lganmi? Любой odam xato bo'ladi. Eng qimmat xato siz uchun? Endi menda ko'proq stabilность bo'lgani uchun unaqa katta xato, katta yutishlar ham bo'lmagan, sredniy bo'lgan. No, endi meni o'zim anaqa qilganimda bir kunda 1,5 ming yig'otganman. Trade davomida. 1,5 ming. 15 minut ichida. 15 minut ichida $1,5 ming. 15 minut ichida yo'qotdim. Katta yutuq emas. Og'irlikmi yo
qanaqa nima his qildingiz? U birinchi va oxirgi katta yutug'im bo'lgan edi. Mhm. Tushunmovchilik bo'lgan. Qanaqasiga Aha. deb savol. Stress, tilt, Yo'q, stress bo'lmagan. Просто savol. depressiya, просто savol. Просто savol. Qanaqasiga ulgurmadim, qanaqasiga ko'rmay qoldim. Aha. Ya'ni stop loss chiqarilmaganmi yo sabab nimada bo'ldi? Risk management xato bo'lgan. Mhm. Mhm. Risk management xato. Xullas bu xatoni ustidan keyin ishlab keldingiz. Albatta xatoni ishlab, Bir kunda eng ko'p topgan summa qanchadan iborat? eng ko'p Bir topganim, сделками yoki bir kunmi? eng ko'p topganim u ham shunaqa tez bo'lgan. $1000 atrofida. Mhm. 15 minutda. Endi biza tushunishimiz kerak, bu day trade har kuni topiladigan Mhm. pul. Mhm. То есть подряд shu $1000 bir necha kun topilgan. Day trading ya'ni bir kunni davomida 1 yoki 2 yoki 3 ta yoki 5 tagacha сделка bo'lishi mumkin. 5 tadan ko'proq уже uni alohida termini bor. Basket trading o'zi men buni o'rganib oldim. Yana qanaqa terminlar bor? Day trading bor, Day trading bor, swing trade bor, long term bor. long term bu oylar, Long term yillab. yillab. Ha. Yillab, lekin men eshitmaganman. Yillab ham bo'ladi. Bo'ladi. Bir yildan bu yog'i уже Mhm. Misol uchun shaxsan o'zingiz taniysizmi odamlarni, kim 2018-yilda сделкani ochdi и bugunga sari yopilmagan bu сделка. Shaxsan o'zim tanimayman, но bunaqalar ko'p. Mhm. Bunaqalar ko'p. Katta korporatsiya. U ham как long yoki short bo'ladi yoki просто Da. Ikkita ochilgan. Bu opsion hisoblanadimi yo nima bu? Yo'q, bu spot. Spot. Da. Aha. Bu spot. Ya'ni ular long time'ga investor portfel yasaydi, Portfel ushlab turadi. Просто Men сделка deganimda imенно mana ochilgan сделка, как mana tushuntiringchi, вот mana Bitrader o'zingizni korxonada prop trading qanaqa ishlaydi? Mana odam keladi, kompyuterga o'tirdi, yoqda bizda odam keladi, birinchi bizani kurslarimizdan o'tishi shart. Bizani imtihonimizdan o'tadi, внутренний imtihonimiz bor. Agar bizga to'g'ri kelsa, biz ularni stajirovkaga olib qolamiz. Stajirovka taxminan 3 oy, 4 oy bo'ladi. Undan keyin trader rezultatiga qarab, biz уже ishga olamiz. Trading qotgan payti trader nima qiladi? Trader birinchi o'rinda analiz qiladi rынокni, qanaqa kun, volatilность, nevolatilность. Keyin backtest bor bizda. Masalan, aksiyani backtestini ko'rib chiqamiz. Qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, istoriyasini ko'riladi. Keyin точка входа qidiriladi. То есть bizani o'zimizni strategiyalarimiz bor, bir nechta. Shu bittasini tanlab turib, точка входа topiladi. Shu точка входadan kirib, bo'ldi, take profitni aniqlab turib, o'sha yergacha kutiladi. Shu bilan mana backtest dedingizmi? Ha, backtestni o'rganib chiqib, keyin ana kirish tochkani tanlab, stop loss va risk managementlarini qo'yib, shu bilan faqat kuzatadi. Yo'q, bo'ldi, klaviaturani unda oladi, qo'lga tortadi, faqat kuzatish. Bunisi eng qiyin bo'ladi. Kuzatish eng qiyin. Backtest, qidirish, tahlil qilish. U hammasi matematika уже aytilgan bo'lsa ham baribir odamni nimasi qiyin? Shuni psixologiya. Odam nimani qilgisi keladi? Masalan, aksiya siz xohlagandek yurmasligi mumkin. Masalan, ozgina yurib, обратно yuborishi mumkin. Siz o'ylaysiz, voy bo'ldi, bu уже qaytyapti, chiqish kerak. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydi, bo'ldi, chiqib ketishim kerak, yopishim kerak сделкani, bunaqa. Bu sabr bo'lishi mumkin, korreksiya bo'lishi mumkin, har xil narsa bo'lishi mumkin. O'sha narsani ko'pchilik psixologiya bu chidolmaydi. сделкani yopib oladi, keyin 15 minutdan keyin qarasa, уже take profitga borib qo'ygan. Bu esa atiga 10%, 15% profitini olib yotadi. Ya'ni FOMO bo'ladi. FOMO-da, effekt FOMO. Qiziq. Qo'lingizda hozir mana почти 50 ta yo 60 ta odam ishlaydi-da. Traderlar, Hozir sotuv bo'lim, marketing bo'lim, HR va hokazo hammasini olsak 50 ta 60 ta odam ishlaydi. Bilamiz, siz birinchi o'rinda disiplina bu yoqda, chunki sizlarni savol
Vestminsterda o'qigansiz. Vestminsterda o'tda boshqaruv yoki liderlik, ya'ni demoqchi bo'lganim disiplina yoki erkinlik. Am, Yaxshi savol. Man o'zim ko'proq Vestminsterda disiplina yoki erkinlik. ko'proq erkinlik. Erkinlik, chunki o'qish payti sizda, masalan, biz hammamiz o'rganganmiz, sovetskiy sistema. Sizni majburlashadi o'qishga, o'qishing kerak, baho bu sani formada bahoga qarab sani odamlar, o'qituvchilar otsenka qiladi. Masalan, отличник bo'lsang, yaxshi muomala qilishadi. Двоечник bo'lsang, yaxshi emas. Westminsterda umuman unaqa emas. Baho degan narsa yo'q, 30%da. И o'tda o'quv shunaqaki, sizga masalan tema o'rgatiladi. Qanaqadir proyektni rabota beriladi. Shu proyektni rabotani siz o'zingiz topib, informatsiya qidirib, bilib olib, o'zingiz qilishingiz kerak. Hech kim sizga mana buni o'qishing kerak, mana buni qilishing shart, darsda javob berishing shart degan narsa yo'q. Esse deydi shuni. O'tda yo'q, esse emas, вообще prezentatsiyami, essemi, Okay. ekzamenmi farqi yo'q. O'tda o'qituvchilar majburlamaydi. O'qituvchilar beradi, agar student o'zi qilaman desa qiladi, qilolmasa qilolmaydi. Oxiri imtihonda hammasi ko'rinadi. Topshirdi, topshirolmasa billi uzr, исключение. Hech kim o'tda orqangizdan yugurib yurmaydi. Shuning uchun odam o'zi harakat qilishi kerak, o'zini tortib chiqish kerak. Shunaqa sistema. Juda ham qiziq ekan. Demak, Westminsterda erkinliksiz 4 yil davomida jarayon yoki reglament qanday qilib erkin yo'nalishda rivojlanib kelishi kerak sizni o'rgatgan. Shunaqa. Bitraderda birinchi o'rinda disiplina. Bitraderda ham disiplina birinchi o'rinda. Nimaga? Chunki psixologiya bilan disiplina men uchun shu bo'yicha yonma-yon turadi. Agar odam o'zini kontrol qila olsa, bu odam ko'p narsaga erisha oladi deb o'ylayman. Ya aytganimdek, shu effekt FOMO bor, masalan. Shu narsalar bo'lmasligi uchun disiplina kerak. Odam o'zini kontrol qilish bilishi kerak. Emotsiyalarga berilib, unaqa kerak emas ishlarni qilmasdan, kerak emas сделкаlarni ochib yoki erta yopib yuborish, bu hammasi disiplina deb o'ylayman. Odamlar sizni to'g'ri qabul qilishadimi yo noto'g'ri qabul qilishadimi? Endi bilgan yaqin sizni yaqindan taniydigan odamlar bor. Qo'lingizda 50-60 ta ishlaydigan ishchingiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, qiziq savol. Qo'limda ishlaydigan ishchilarni hammasini endi tanimayman, chunki kunidan kuni oshib boradi ular. Lekin mani to'g'rimda eshitishgan deb o'ylayman. Ularni qanaqa menga munosobati to'g'risi bilmayman. Lekin mana men gaplashadigan odamlar, masalan, mendan katta bo'ladi ular, ko'pincha. Birinchi tanishganimizda ularni birinchi o'ylashi meni to'g'risida yosh bolami deb o'ylayman. Endi meni o'ylashim shunaqa deb o'ylashadi. Hali yosh-ku deb, qanaqasiga bu boshqarib ketyapti degan savollarga borish mumkin. Lekin biroz gaplashgandan keyin, sal suhbat olgandan keyin odamlar tushunadi, shu meni bilimim bu sohada ancha katta, ko'p narsaga tushunaman, ko'p narsaga egaman. O'shandan keyin muomalasi уже o'zgarib, menga qarashi ham o'zgaradi. Shu bir tarafdan muammo deb o'ylayman. Chunki ko'p yoshlarimiz bor, talantga ega, har xil skilllarga ega, lekin ularni serios qabul qilishmaydi. Yoshlar deganingizda nimani ayni qaysi nechinchi yilgacha har xil nazar tutasiz? Yoshlar 18 gachami, 25? Shu birinchi kursdan boshlab desam ham bo'ladi, chunki 18 yoshli juda, meni masalan tanishlarim bor, juda ko'p narsaga erishgan. Shu 18 yoshda boshlab hozirgi kunda уже million оборотlar qiladigan bolalar ham bor, masalan.
boshida ularni hech kim serios воспринимать qilmasdan, o'ylamasdan bu qanaqadir narsaga ega bo'ladi deb o'ylamagan. Lekin hozirgi kunda ular Qaysi sohada? Qaysi yo'nalish? fintech, Fintech. da, fintech, O'zbekistondami? IT O'zbekistonda. Trader uchun manimcha har kuni uchraydigan savol, trader uchun eng muhim bu strategiya yoki intizom? Disiplina yoki bilim? Xo'p. Trader uchun mani o'ylashim bo'yicha intizom. Nimaga intizom? Yana aytganimdek, trading umuman bu fond bozori, bu hammasi odam ishonchida, odam ishonchiga qarab yuradigan narsa. Masalan, mana bilamiz, yaqinda Bitcoin juda katta volatilностьga ega bo'ldi yoki tilla. Tillani hech qanaqa orqasidan anaqasi yo'q, tilla o'zi. Odamlar u tillaga ishonib ko'proq olishni boshlaydi. Shunga qarab уже narxi ham ko'tariladi. То есть спрос и предложение degan narsa. Xuddi shunaqa fond bozori, любой narsa. Bu hammasi psixologiya. Shuning uchun men o'ylayman, intizom bu yerda ko'proq rol egallaydi. Strategiya esa har xil strategiyalar juda ko'p. Ko'p traderlar bor. Bitta strategiyani ushlab olib, zo'r strategiya o'xshasa agar mumkin. Lekin juda ko'p emotsiyaga berilib, strategiyani oxirigacha yurita olmaydiganlar ko'p. Katta traderlar bor, emotsiyaga berilib, O'zbekistonda borganlar ham bor. O'zbekistonda ham balkim bo'lsa kerak, lekin men O'zbekistonda nima deb o'ylaysiz? Nechta trader bor? Realniy trade qiladigan trader. Hop, 5 ta, 10 ta, 100 ta, 1000 ta. Endi har xil traderlar ham bor-da. Masalan, Har xil traderlar bor. Bizning sohamiz bu aksiyalar, fond bozori. Forexchilar bor, masalan, kriptolar bor. Endi ular har xil. Ularni aniq bilmayman. Endi men o'ylayman 1000 tadan oshiq. 1000 tadan oshiq. Men prop hisoblarni sotish, men prop trading, prop shotlarni sotib turishlarini juda ko'p ko'raman, ayni hozirgi paytda. Misol uchun, $400 10 minglik shot sotadi, yo 100 minglik shot sotishi mumkin. $400 $50 5 minglik shot sotishi mumkin. Bu yerda challengelar bo'ladi. Misol uchun -5 anaqaga tushsangiz, prosatkaga u shotni olib qo'yishadi yoki har kuni necha foiz plusni ko'rsatib turish kerak. Shunga fikringiz bildirib bersangiz. Qanaqa prop shotlar? Prop shotlar bizda ham bor. Bizdan ham masalan, bizda o'qimayman, o'zim savdo qilaman degan odamlar ham bor, keladi, biz ularga ochib beramiz. Xo'p, siz aytganingiz to'g'risida bu hammani o'zini reglamenti bor. 5% bo'lishi mumkin, 20% bo'lishi mumkin. Siz eshitgansiz, ayni TikTokda ko'p chiqadi. Eshitganman. Masalan, fond bozorida endi bu siz aytayotganingiz bu kreditniy плечо bilan ishlash. Bizda masalan spotoviy targovlar ko'p bo'lishi mumkin fond bozorida aytayotganim. No, bizning prop shotimizda ham masalan har xillari bor. Shu $10 ming shot ham ochib berishimiz mumkin. Bizda masalan stopimiz 3000 gacha. То есть 3000 dan oshiq minus qilsa bo'ldi, biz xayrlashamiz. Spotda 3000. Ha, spotda. Yelka yo'q, плечо yo'q. Yo'q, biz $10 ming akkaunt beramiz, shu bilan ishlaydi. Shunga $10 ming deganingizda u real $10 ming yo qanchadir X10, X100? Yo'q, bu real $10 ming. Real $10 ming. Biz o'zimizni shu akkauntda O'zbekistonda nechta korxona bor, mana shunaqa real $10 ming beradigan hisobchilar kim? Bizga o'xshab bepul beradiganlar, masalan, o'zini studentiga bepul beradiganlar, ular 2 yo 3 ta xolos. High Tomorrow, Lex International va biza. Va Bitrader. Balkim yana kimdir bordir, xabarim yo'q. Siz eshitganingiz bo'yicha mana shu 3 ta. TikTokda $400 ga sotmaydigan prop raqam. Ular agar eshitgan bo'lsangiz, men juda ko'p ko'raman. Har xil nomlari ham har kuni paydo bo'ladi. Prop shot, mana millioner bo'lib ketasiz, lekin men bugun mana bittasini eshitdim. Real
USDT ya'ni kripto orqali $2000 yutib olib chiqib ketgan. $400 sotib oldi, $10,000 hisob. Yutdi, $2,000 chiqardi, keyin yana yutqazdi, shot minusga tushdi. Keyin $400 yana 10,000 sotib oldi, uni ham yutqazdi. Xullas 3-4 marta sotib olib, boshqatdan qayta sotib olib, 4-5 marta sliv qilgan, shu bilan bo'ldi, yopildi, unutdi bu mavzuni, chunki уже ludomaniyaga berilib ketyapti. Chunki u trading nima deydi, nafsga berilib ketgan. Bu propshotdagilar nimadan foyda ko'radi, nimadan foyda ishlaydi? O'zimiz to'g'risida bera olmayman. Masalan, biza propshot berganmiz, mana studentlarimiz keladi, bizada o'quv bepul. Kelib, shu aytganimdek, bizani darslarimizdan o'tib, imtihonlarimizdan o'tsa agar, biza keyin ishga olamiz. Stajirovkadan keyin challengelar bor. Challengelardan o'tish kerak. O'sha challengelardan o'tgandan keyin biz stajirovkaga olamiz. Keyin trader taxminan 1 oy, 2 oyda daromadga chiqadi. Shu topgan daromadidan 50% traderga, 50% bizaga. Bo'ldi. Doim 50-50, 60 ga 40, 70 ga 30 bo'lib qolmaydi. Doim 50-50. Faqat 50 Doim ham noto'g'ri eshitganman. Bir xillari bor. Masalan, kimdir 60 ga 40 ishlaydi, Folzo kompaniya. Kimdir 70 ga 30 ham ishlaydi. Biza shunaqa qilganmizki, что bizga kelayotgan odamlardan biz faqat ularning vaqtini va bilim olish niyatini tilaymiz xolos. Ulardan bizga shu narsa kerak xolos. Biza esa ularga ish joy, shot ochib beramiz. Asosiysi menimcha o'sha hisob. Hisob va bilim. No, hatto ko'p nima deydi, aspektlar juda ko'p. Atmosfera, community, tam non-stop ko'sha. Bu ham bonus. To'g'ri, endi bizda shu hamma narsasi bor. Masalan, xolasa kofe, xolasa choy, xolasa ovqat, shirinliklar, hamma narsa bu bor narsa. Communitymiz ham o'ylaymanki yaxshi, дружелюбный. Menimcha bu ham juda muhim narsa, chunki sliv qilgan odam minusga tushib yotgan сделкаларni tilt ishlaydi, to'g'ri, depressiyaga tushib ketadi. Yonida community bo'lsa, shu community bilan chiqib ketadi. To'g'ri. Endi bizda masalan har bitta уровень traderga o'zini menejeri bor. Ular o'sha menejeri bilan ishlaydi. Agar sliv qilib qo'ygan bo'lsa, menejeri bilan gaplashib, agar kerak bo'lsa, psixologik razgovor kerak bo'lsa ham o'tkaziladi. Lekin psixologman, psixolog. Yo'q, psixolog. Coachmiz ham. Shu menejerlarimiz suhbat orqali olib chiqib ketadi tiltdan. Agar kerak bo'lsa, bir xillari day-offlar beriladi. Shu trader o'ziga olish uchun, sal razgruska bo'lish uchun, chunki baribir har kuni trade qilish bu nagruska, bu dopamin, постоянный dopamin, постоянный adrenalinda odam yuraversa ham emotsional выгорание tez keladi. Okey. Podkastimizda so'nggi navbatga keldik. Blitz hammaga yoqadigan qism, qisqa savol, qisqa javob. Okey. Day trading, swing trading. Men uchun swing. Nimaga? Men hozir ko'proq perspektivani o'ylashga boshladim. Okey. Telefon yoki notebook? Telefon. Trading uchun. Yo'q. Trading uchun notebook. Okey. Hatchback yoki Jeep? Hatchback. Smart soat, klassik soat. Klassik soat. Tufli yoki krossovki? Krossovki. O'zbekiston yoki Dubay? Dubay. Dubay yoki New York? Dubay. Dubay. Dubay yoki Bali? Bali. Dubay. Bali. Da. Bali deysizmi? Baliga borganmisiz? Yo'q, lekin niyat bor. Shu yil borib kelishni. Va tinglovchilarimizga so'nggi so'zingiz, tavsiya, maslahat. To'xtamanglar, harakat qilinglar. Niyatlaringlar bo'lsa yoki intilayotgan narsalaringlar bo'lsa, to'xtamasdan ishlanglar. Albatta bu bir kun sizlarniki bo'ladi. Rahmat. Rahmat.